Assalomu alaykum aka. Qancha bo'lib qoldi? 23. Mana. Demak, boqishga tayyor buqalarimiz. Zo'r, bo'yinlari ham, orqa oldilari juda yaxshi. 23,5 deyapti. Aka, nechidan ko'tarsa nasib berasiz? 25 dan ko'tarsa beraman deyapti. Narxini 23,5 qilgan. Aka, nech pul bo'lyapti? Aka 35 baho qo'yib 30 million savdo bo'lyapti. 35 baho qo'yibdi, 30 million savdo bo'lyapti. Boqishga tayyor. Olib borib yemini, sharoitini, tomog'iga qarasa, bemalol puliga istirohat qiladigan mollar. Suyagi tekis. Aka, nechidan so'rab kelaversin tepasini? 30 dan tepaga so'rayversin deyapti. Mana. Demak, hozir boqishga tayyor nimalarimizni tashlayapti. Aka, nech pul deyapsiz buni? 26 qilyapti. 30 deyapsiz. 26 qilyapti ekan. Akamiz 30 deyapti ekan. Ya o'yinga chiqdi-ku. Chiqadi ham. Ya o'yindan chiqdi. 25 so'rayapti. Tog'a, siz necha deyapsiz? 6 so'rayman. Menga olib bering. Bir baraka. Qavun aka, so'rayapsiz? 25. Boy aka, menga qo'l qo'shing. Qavun aka. Siz menga olib bering. Sizdan o'tasiz. Buqamiz boqishga tayyor. Bo'yinlari, bo'ybasti bilan boqishga tayyor. Tog'a, necha deyapsiz? 25,5 so'rayapmiz. 25,5 bor ekan. Semental buqamiz. Bo'ybastlari yaxshi. Shu 1.10, 1.20, 1.20, 1.30 orasida. Aka, nech pul deyapsiz? 35 million. 35 million deyapti. Nech so'radi? 27 million, 27, 26 million deyapti. So'radi deyapti, yana ham narx-navoni bozorda. Lekin juda korobkalari yaxshi. Yaxshi mol. Mana boqishga tayyor buqa so'raganlar uchun mana shu buqamiz sotiladi. Boqishga tayyor, orqalari, korobkalari ham juda yaxshi tayyor buqa. Aka, bu buqa kimdan ekan? Nech pul deyapsiz aka? 50 million. Savdosi necha deyapsiz? 38 million deyapti. Lekin 1,5 1.40, 1,5 atrofida yaxshi buqa, semental. Yana bitta boqishga tayyor buqalarimiz. Aka, nech pul deyapsiz? 30 deyapsiz. Nech qilishdi? 26 so'radi. Parada. Aka, buni yemdan xabari bormi, yo'qmi? Yemdan xabari yo'q. Yegani yo'q. Mana yana bitta boqishga tayyor. Buqalarimiz suyagi baland. Aka, nech pul deyapsiz? 30 million deyapsiz. Nech so'radi? 29 so'radi deyapti. Mana bitta yana parada buqamiz. Aka, nech pul deyapsiz buni? 26 deyapti akamiz. Oborib qizlarga bemalol boqib bersa bo'ladi. Aka, nech qilishdi buni? 22,5 bo'ldi. O'rtacha kichikroqdan ko'rsatadigan akalar uchun mana molimiz oborib tashab qo'yishga. Hozir bir obzor qilamiz, tashab. Aka, nech pul deyapsiz buni? Buni 21 qildi. 21 qildi deyapsiz. Siz necha deyapsiz? 23 deyapti, 21 qildi. Parada oborib tashab qo'yib, kuzlarda yetilib kelsa bemalol boqadigan mollar. Aka, bu molni necha deyapsiz? Ikkalasini 35 ga. Bu bilan hozir sherigini ham ko'rsatamiz. Bu bilan buni ikkovini 33 ga bermadim deyapti akamiz. Aka, necha deyapsiz siz?
36 bo'lsa kelishamiz deyapti. Yaxshi buqalar. Qarada bo'yinlari ham aka, assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz buni aka? 25 deyapti. 25. Nechi qilishdi? 20 million so'm. 20 million so'radi. Mana shu buqamizni akamiz 25 million so'm baho qo'yyapti. Bo'ylari, bo'yi pastlari juda yaxshi. Olib borib tashab qo'yib, bemalol kuzda yem berib boqsa bo'ladigan. Aka, bu necha yashar bu? 10 oylik buzov. 10 oylik buzov. Mana o'zi kallasidan aytib turibdi, yosh buzov. Mana savdoni ustida. Ezilib o'tirmam, gadim doim. Yering bu. 21 dan pastga beradi. Aka, nechi qilyapsiz? Mana shu molimiz 21,5 millionga baraka bo'ldi. Uzr, adashibmiz. Mana shu molimiz